Harry Potter ikkinchi qism. Agar yutadigan bo'lsam, podpiska tashlab qo'yinglar. Agar sen yutadigan bo'lsang, komment bilan like bosinglar. qani sizdan birinchi boshla. Sizni personajingiz hozir turgan payti o'qituvchi obrazidami? Yo'q. Navodaga bo'yin tushuntirib ketaman, ko'plar tushunmayotgan. Misol uchun savol berasizlar deb, bu yoqda sizlar o'zingizlar tanlagan personaj bo'ladi. Savol berib, ha yoki yo'q, o'sha siz tanlagan, to есть mendagi personaj u topish kerak bo'ladi. Mani personajim uni savoliga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? O'sha kelmaganlarni yopib qo'yadi. Oxirida qolgani, demak o'sha mani personajim bo'ladi. Xo'p, sani personajing положительный геройmi? Положительный герой. Xo'p, bo'lmas. Bo'ldi. Sizni personajingiz Garrining yaqin o'rtoqlaridanmi? Ha. Oppa. Sani personajing sochi shu yarimgacha o'sgan yoki undan uzunmi? Yo'q, uzun emas, kalta. Kalta. Sizni personajingiz qiz bolami? Yo'q. Sani personajing o'quvchimi? Sizni personajingiz odammi? Yo'q. Sizniki Dobby. Patara. Mayli. Sen aytding. Lekin podpiska tashlab qo'yaveringlar, baribir. Like, komment ham bo'lsa. Пока.